Bu qalb Allohning uyi. Agarda qalbni xohishini qiladigan bo'lsak, zavq olib mana shu narsadan dangasalik bu biz uchun to'g'ri emas. U yotadi, bu dangasalik aqlning ishi. Qo'y birpas dam ol, birpas yot. Yoki bo'lmasa ichimizda g'ij-g'ijlab qo'yadi. Anunda bo'ldi, senda bo'lmadi. Sen baribir hech narsani eplay olmaysan deymiz. O'zimizni kim bilandir solishtiramiz. O'zimizni xafachilikka kirib olamiz yoki birovlarning mol dunyosini hisoblashga o'tamiz. Mana shu paytda bizda nima paydo bo'ladi? Nafrat, alam va ham bizga kerakmi bu narsa? Bizga kerak emas. Yo'qotdim, xudo xolasa. Молодец. O'zimni taqqoslamayapman, o'zim uchun qilyapman. Nima qilsam ham, nima ish qilsam ham o'zim uchun qilaman. Ko'chadan ham misol xarid qiladigan bo'lsam, ikkilanmay xarid qilyapman. Keyin qila olarman. Yo'q, boshqa safar derdim ilgari. Hozir o'sha ko'nglimga nima to'g'ri kelib qolsa, shuni ikkilanmay olishni o'rgandim o'zim uchun. Juda O'zim zo'r. uchun sarflashni o'rgandim. Juda zo'r Maryamxon, sizda juda zo'r, sababi qarang.